Toshkentning Qoq markazida o'tkazilayotgan Pepsi lazzatli festda 3 kun davomida ketma-ket 3 ta dunyo rekordi o'rnatildi. Hozir hammasini ko'rib chiqamiz. O'zbekiston tarixida ilk bor Pepsi lazzatli festda taomlar bo'yicha rekordlar o'rnatildi. Festivalning birinchi kunida 2187 dona lavash tayyorlanib, rekord sifatida qayd etildi. Eng qizig'i esa dastlabki reja bo'yicha 1000 dona lavash tayyorlanishi kerak edi. Lekin festivaldagi atmosfera, odamlar oqimi va talab natijani kutilganidan 2 barobar yuqoriga chiqardi. Ikkinchi kuni esa mashhur oshpazimiz Bahriddin Chustiy boshchiligida 1135 kilogramlik ulkan lag'mon tayyorlandi. Tasavvur qilishingiz uchun bu deyarli kichik avtomobil og'irligiga teng. Har holda lag'monni quloqqa osgandan ko'ra uni tayyorlash ancha foydaliroq. Festivalga tashrif buyurgan ishtirokchilarning ham fikri albatta ijobiy. Qayerdan keldinglar? Xorazmdan. Xorazmdan. Nima ko'proq qiziqtirdi festivalni? Motivatsiya oldik, настроениyani zo'r bo'lib turibdi. Rosa kirdik, qo'shiqlarni tinglab. Surxondaryodan keldim. Surxondaryodan. Nimasi yoqyapti? Nimasi bilan qiziqtirdi ko'proq? Qiziqchi mana bu yangi bo'y uzanuvlar kirib, chet el anavlar madaniyatini olib kirgan shular hamma taraf zo'r. Somsani ko'rdingizmi, ko'p qo'yayotgansiz? Yeb ko'rasizmi? Albatta. Qatdan keldilar? Qibraydan. Qibraydan. Nimasi bilan qiziqtiryapsiz festival? Mana hamma ochilib, hamma mazza yurgan, aylantirgan olib keldik. Instagramda ko'rib shunaqa festivalni qiziqdik, keldik. Ancha san'atkorlar, mana shunaqa ovqatlar yeyishga, ichishga shunaqa tashkillashtirgan Pepsiga avvalo rahmat deymiz. Mana shunaqa festivallarda ko'proq bo'lishini xohlaymiz. Demak, Pepsi lazzatli festning 3-kuni va bu yerda 12 ta somsani pishirib rekord qo'yishmoqchi va bu yerda 45 ta tandir va unda 50 ga yaqin somsapas ishlamoqda. Bunda ham rejadagidan ko'ra ko'proq, ya'ni 12648 dona somsa tayyorlandi va bu natija ham Guinness rekordlari kitobiga qayd etildi. Shu men rekordga kirishini bir tomosha qilib ketaylik keldi. Menga yoqadi mana shu rekordlarga, mana shu chiqsa O'zbekiston o'zini nima qilgani. Biz endi xonandalarni ko'ramiz, biz qo'shiqlar eshitamiz deb keldik. Yaxshi narsa qidirish kerak. Hamma bahra olish kerak, ko'rish kerak, butun dunyo ko'rsin. Juda ham zo'r narsalar bo'lib turibdi qolib. Sizga yoqdi, rahmat. Bugun o'zbek oshxonasi shunchaki milliy taom emas, katta festival, turizm va hatto rekord darajasidagi madaniyat elementiga aylanib boryapti. Va eng yaxshi tomoni bu rekordlarning barchasi hammamiz yaxshi taniydigan oddiy o'zbekcha ovqatlar bilan qo'yildi.